Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Partlıgan Sükut programımızın 65. sanını görüşünlerine kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz hemen malum boğandaki bu programımız tuncu qetim istiqlal ikranı sizler bilen yüz görüşkenden tatip ta bugün günkü geçe Xitay tecavüzçülerinin vatanımızda elip berip atkan dehşetlik cinayetleri, insan tasavvur kılgısız vahşiliklerini bevosita baştan keçirgen yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoga chiqib ketgandan keyin oilasiga kelgan fojialarni ekranga chiqib Xitoy bugungi kungacha shuncha bola elib berayotgan jinoyatlari oshkorlanib ketgan bo'lsa-mu, inkor qilayotgan bir paytda Xitoyning jinoyatlarini oshkorlash, o'tirg'i qo'yish, guvohlik berish bobidan yo'l qo'yib başlatgan bir programımız hozirgacha davom qilyapti. Her programımızda bütün dünyadaki halkımızı, qarindoshlarimizni bu guvohlik berishga sal qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidlab kelyapmiz, chaqirib kelyapmiz. Çünkü hammamizga ma'lum, bugun shuncha bola bugun dunyoning shu oz sondagi xalqimizning soniga nisbatan az berilgan guvohliklar soni az bo'lgan bo'lsa-mu, lekin mushuning qanchalik ta'sirga ega bo'layotganligini hammamiz ko'rib turibmiz hamda. Tarafdan bugun butun dunyo axborotlarida nurg'un davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingan bo'lsa, ham qilayotgan bo'lsa, shu xalqimizningki dadil maydonga tushib, har xil shaklda, har xil tillarda bu guvohliklarni berib, o'zining beshiga kelgan yoki oilasiga kelgan bu fojialarni dadil o'tirg'i qo'yganligidan Xitoy unga hech qanday javob deb berolmay o nurg'un tadqiqotlarning mazmuni bo'ldi. Bu nurg'un tadqiqotlar elib berilyapti, hali ham tekshirishlar elib berilyapti, ziyoratlar qilinyapti shu lager shohidlarninki yoki shu vatanda azob chekkan xalqimizni birdan nurg'un nufuzli axborotlar ziyorat qilyapti. Biz ham shunga chaqirib kelyapmiz har bir programmamizda. Ya'ni chaqirimiz davomliqdaymiz. Chunki Xitoy hali ham hozirgacha dahi e'tirof qilgani yo'q. Men xato qilibman, buni to'xta yoki buni taqay degandek bir ishni qilgani yo'q. Hali ham nomussizlarcha inkor qilmoqda. Shuning uchun bu guvohlikninki ta'siriga, buning kuchiga asla sal qaramasligini davomli ta'kidlaymiz. Bugungi aziz mehmonimizmi bugun o'zi bilan suhbat qilib, bugun 4-son bo'ldi o'zi bilan suhbat qilib, hammalar tanishib bo'lgan Xitoy tajovuzchilarining lagerida dahshatlik zulmni bevosita boshdan kechirgan lager shohidi hurmatli Tursunay Ziyovuddin xonimni taklif qildik. Amerikadan ziyoratimizni qabul qilyapti. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun. Assalomu alaykum hammalar. Va alaykum assalom. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalari orqali har qanday fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'pligan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Hamda programmaga kirib ketsak, hurmatli Tursunay xonim, hamda biz siz bilan bugun inshaalloh 4-son 4 bugun bilan 4 qism suhbat qilgan bo'ldik ekanmiz. O'tgan qatim biz kelgan yerda albatta biz sizning 2018-yil shu ikkinchi qatim bir qatim oldida qo'yib o'tilib, keyin 2018-yil ikkinchi qatim lagerga kirgan vaqtingizdan boshlab so'zlab kelib, yangi silingan bu lagerga yo'tkalgandan keyingi fojialar, qizlarni chiqib ketish, kechalari yo'qolib ketish ahvollari, choch kesish masalasi bo'lsin, boshqa qiz ayollarga va beshingiz kelgan ichinishlik dafsanda qilinish masalalari hammani so'zildingiz. Qanchilgan ayollarning o'zik selish, shu xo'rlash natijasida o'ldirilganligini ko'rganligingizni dedingiz. Doktorxonaga elib chiqqan vaqtidagi hatto erlarning xuddi bir urush maydonidan kelgan vaqtida nurg'un kishilarning yorilinib holi qolmay shundoq bir qo'rqinchli manzarni eslatadigan darajadagi doktorxonadagi lagerdan chiqilgan, doktorxonaga chiqilgan erlarniki ko'pligan kishilarni ko'rganligingizni dedingiz hamda. Qayri mo'maylarning boshdan kechirgan dafsandichiliklar hammani so'zlab o'tdik hamda qo'limizdan kelgancha vaqtning yetishicha. Hamda albatta
o'tgan qatim shu oilangizni ekranga chiqish haqida ininiz bo'lsin. Buni ekranga Xitoy zo'lab chiqib sizni yolg'onga chiqarish, sizni inkor qilish uchun qilmagani qolmadi. Shu guvohliklarni sizning ovozingizni yumdirish uchun ham Xitoy. Endi hattoki o'tgan qatim siz programmada bilgan Xitoy davomli Xinjiang ayrilmas zemin, Xinjiang degan mandaq yaxshi joy deb atalmış bu tashviqotni shundoq ko'p qilayotgan Xitoyniki biz o'tgan qatimlik sonimizda tunji qatim sizdan o'sha lagerning ichida hatto Xinjiang degan gapni qilib qo'ymaydiganligini, bunimi qilganligi uchun jazolangan bir hamshirimizning gapini qilib o'tdingiz hamda. Bu haqiqatan tunji qatim anglagan gapimiz bo'ldi. Sen bundan keyin Xinjiang yo'q, faqat Jungo desa degan gapnimi aşağıda shu lagerning ichida qilgan Xitoy paskashlarining bu jinoyatlarni o'tirib qo'ygan bo'ldingiz hamda. Ahırda şu 13. ayının 25. günü bu Xitoy cehenneminden qutulup çıqqan yakap to'xtagan tuqamdi. İnimiz o vaqtida ham turmada. Biz inşallah bugünkü programımızda şu turmadan chiqqandan keyingi taki erkin dunyoga Qozog'iston tuprog'iga dastigichilik bo'lgan arliqdagi jarayonda turmadan atalmış sirti Sharq Turkistonning hammasiga uchuq turib ketdi hamda sirtidagi xalqimizning qanday bir ichinish holati yashayotganligi, siz tag chiqib ketib bo'g'icha qanday nimalarni ko'rganligingiz, qanday nimalarga uchraganligingizni paranglashimiz. Ama unutun burun şu Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 6 iyul kuni lagerdan qutulgan siz ve başka Uyg'ur siyosatchilar bilan ko'rishdi hamda u yerdagi ahvollarni bevosita anglaydi hamda. Bu nurg'un axborotlar ham chiqqan bo'ldi, biz xabarda berdik. Keyin Washingtonda 13 ve 15 iyulgacha o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik qurultayidimi guvohlik berdingiz, so'z qildingiz, uni ham xabarimizni berdik. Bo'lib shu Blinken bilan tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishganda qanday gaplar bo'ldi, nimalar deyildi o yerda. Shu vaqtda biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz ko'rmalarmizga. Rahmat. Oldu. Bu jığın to'g'riliq, ko'rishgan to'g'riliq men ko'rishdim o kishi bilan. Lekin o jığınning qoidasi shuki, o jığındaylıqqa kim bağlığını, mesela nim deyishgan to'g'riliq tafsili açıq cheklim var. Jığınning o'zining qoidasiga o. Şuna aşkı men onu. Lekin men o'zinglarning ko'rishganinglarni da'vatsanglar bo'ldi, lekin o kishi hech qanday masdan qo'rqitmadi. Endi bu deb aniq dedi. Ko'rishdim, lekin o kishining og'zidan yaxshi gaplarni oldim. Deydiğim fakat Uyg'ur uchun yaxshi ishlar bo'ldigini, o kishining to'xtamay shu yanla Uyg'urlar uchun yaxshi ishlarni qilayotgani to'g'ri. Men shuni ta'sirlandim, o odamning gapidan ta'sirlanib ketib o'zimni bu biz demasakmi baribir o kishi bizni nima qilishimizdan betar bizni o'ylayotganini his qildim. Shu deydiğim boshqa artıq u yerda nima qilolmayman. Menmi o'zimni guvohligini berdim, faqat men guvohchi endi. Aslında biz Uyg'urlarga foydali gaplar bo'ldi u yerda shu. Time buyursa bir yaxshi ishlar bo'ldi deb o'ylayman shu. Bundan ortiq endi o'zim to'g'riliq tafsili deyish bo'lmaydi deb. Hatta hozir tartibotga jig'indan shunaqasi men. Tushundim. Tushundim. Xo'sh bo'ldi. Unda bo'lsa bevosita biz nima kirib kelsak, bugungi o'tgan qatim kap to'xtagan yerimizga turumdan chiqdingiz 12 ayning 25 kuni lagerdan chiqdingiz. Undan keyin qanday ishlar yuz berdi, nima ishlar bo'ldi, shu yerdan boshlab davomlashtirsak undamiz. Shu 2018 12 ayning 25 yangi yilga 5 kun qolgan kundi. Lagerni vaqtimda sonum işte badina şu dileler birle kettirdik ya bir saqt mashinasida o'zlari yana o'xshash ekib qo'ygan shu saqt mashina bilan keldik ular. Bevosita tutqanlaringizdan qo'liq topshirib bermaydi, erkin dunyoga chiqqanda bo'lmaysiz deydi yanlar. Ham shu sonum endi sirtdan ekilgan kiyimlarni onun ichida biz turmadan kiyimni kiyib yurgandik. Ekibdi. Shu o'zim ichimdan kiyimlarni ani hech tashab berdim. Eğer şampan berim berdi, shu bilan aytmoqdim. Xo'sh.
Sanım ba hemimiz sanımdan men oylapdymenki öýden çykkan diken emdi meniň hedemniň öýü jyragrak bir ýer tartdy. Çak gitmenliki dep emdi eşegi barmaýar daýym emdi o çoň öýü bizniň apamyzdan tüýep geçipdir hedemizniň öýü çoň öýü. Sen onu beriş bolmaýdy saňa dep eşediler. Berbirim lagerden çyksaňyz öýde şundaq da emdi öýü türmedekler ýani okşaş öýü türme. Hoş. Şoňa üçin bular çykkandan keyin meni bunda goýup etmeýin nimiş unda kıldygan dep oýladym ýa-da çykkanymga boldular dep ýaşyk atyk ýakynda sanymga nimiş oýgy bagmaýdy desem gep kılmagana bu çykkandan hoş bolup gep kılmagana dep getdi şoňa sakmaşyla sanym oýa geldi sanym öýü aş biz turdan şurtýynyň aş nemis dilamdy. Ýene-de bir ýetdi. Şoňa bagan diken sakçı şurji ýany birisi 3-4 adam biz ýany kelimiz hazır bugün meşe konumy sen bilen dep başlady. Heyran kaldym da konugyny nimesi dep aşda oýlap kaldym men nime diýdigan bu konugyny nime gep dep. Şu kışyň wagty o şoňaşkamda o ýet sonumny oýlap pempan oýlap ýerlerdik bilsiz wetelerde. Bir öýü got kalsa ýany bir öýle açdyk. Şoňa bu ýany emdi bu awarçylyk bulagy dep oýlap gitdim. Dedim sanım boldy gep kılma mayl onu kep konsun zat çykkynyň hoş boldy de o taýýarlyk kıldyk ilkynda ulaga aşy ýanylyky hoşamet kıldygan işkende şu nimiş onda kyselsem sanım aşynda hazır aş kunda Allah kesimi aşda kılmız amal ýok dep aş köçlerden bir nerselerni ekilip resmi kazanlar göçlensip aşda kılyklarny. Bir wagtda keşoğandy keldi bular. Jeýlik bir sakçy ayal yani bir sakçı bala şuji 3 adam kondu bizi öýdü. Ýa-da meniň ýenim ýatamyş olar gitdi-de. Çokum tıkılışyp baş bir öýde. Aýrym öýdüm ýatmaýdy. Ya bir bakamdyky ya maramdyky bilmeýmen. Hoş. Şoňlan işte ketdi ätdi başlapdylar. Ýany okşaşla men şu ýogy beýrişe başladym. Aşşaýdy. Kündi keşdi saat 2 saat ders barmenke. Eýlik çykkan adam hem üýäden digen üzemniň mal halym ketip çykkan adam o bir kütünüş ýa mandaq ýak. Nim paýdasy boldy bir çykkanymdan dep oýladym. Dedim bir gün jygyny açdy, aşy nimege çakyryp. Lagerden çykkan bir netisi batdy ýaşady. Şoňda lagerden çykkaly egerde bunuň digen baýrak kemmesaňlar gündelik gançaň usul oýlagy kileslerdi. Kündi geçdi ýana aşy nimeden baldyr berip aşy gançaňa berip usul oýnaýmyz ki. Eger üye kemmesaňlar lagerga inip kirgizýetimiz dep tehdit saldylar bizge. O lager digen närseni oýlagan dikildi biz hili üyeke bir gün neçe kilometr jügerdisimiz jügüreyimiz de jenimiz çykyp ketdi. Aştaq bolup ketdi. Şoňlan amal ýok. Keşde ilkynyň barmy ilkynyň kirim aştaqlyp ahyr. Şoňlan meni bir haptadan keyin aýrym emdi sanyň bilen tutsaň bolmaýsa aýrym öýüp tursa sen konudygan adam uğurlaşdyrmaz dep. O sanymnyň öýüp konudyganlar aýrym ki. O lager kirmeýän bolsa ulan öýüp konudyp gezerdi birisler. Şoňla aşçy üçin ýene bir öýün ilip aştaq uğurlaşdyryp goýdy ilkynyňga. Bir iki adam uğurlaşdyryp goýdy konudyganга. Ilkynyň daýym telefon. Bir haptadan keyin bir haptagacha sanymny oýtdym, bir haptadan keyin aşna ýendim bir öýüni al dep başlady. Şu aşna ýendim bir şuçynyň maçyty direkt bir ýerden aşny aldym, öýü ijara gelip. Ilk işkisi daýym keldi. Telefon kıldım, emdi tamak etip koy, onu kıp koy, bunu kıp koy dep taýýarlyk kılmadan maksus aşla keliş üçin men taýýarlyk kılıp berip. Bäzi günler şunda açgym keldi, towa men üzem halym agyryp men ýerden çykkan wagtymda men aşna açyp gattyk taýak ýep ketdim go. Taýaknyň zerbisinden aşadan çykkandylar men aşda içimden kan toktamay aşda çykkan. Aşadan çykyp tekşürüngen wagtymda öňki doktor owarlyk agyryp ketdi biraz. Çykkandyk agyryp ketip men doktorxanaga apady bular. Hadi saňlarym. Doktorxanaga apagandy, aşy bala ýatgan açyda bir kan uýup galgandek bir nersi bar. Aşy şunda kıwatydy dedi. Şundan tatyp men toktamay agyryma bir 10 gün sak bolamdym ki, endi aýallar tarap aşda başga wagt ýany toktamayla aşda agyryp durma. Ilkynyň endi oýlaýman da men bäri bir ölüp gitýän şeýle neçe qaytym berýärdim. Bular dedi, "Ya iştim bolmaýdy, doro okula sakyý" dedi. Onuň diýen ahir onuň işenmeýmen. Uljaga kelip, uljada bir ýerde bir doktorxanaga tekşürindim. Tekşürsem bir uýgur aýal aşda digendim maňça. Bärbirimiz siz boldy, tügüşipsiz, nim kıldy, işçiňizde çoň bir nima bar, çokum zahmanlyp gitdi, bu iwetmisi bolmaýdy, siz bala ýapmaňyzy aldyryp ýetdiň digendi. Men ýany oýlamapdym mende, onda bu ketgen men sapsak bir bal tugmasa men nime üçin onda bulma
undaq bulmayma degan bir kallam keldi-de, bo'ldi, saqayıp ketayman, doğru bilan desem, ayolman qarab, qo'ydi, artıq gap qilmadi. Lekin Xitoy doktorlarining hech qaysi undaq demaganda, kunasi tekshirganda bunda demagan. Shu daqiqada men asta og'rib yurdim, yana iliqlarga chiqmay go'nchan qilib usul o'ynaymiz. Ashtaq. Shundan bir kuni iliq saqchilar ashtaq kechada nima qildi? Nima? Bir kuni ashtaq meni yo'ldoshim bilan so'zlashsa deb bir oy bo'lgan chog'da. Tuyuqsiz. Men yo'ldoshim bilan shu joqqa ko'rishib baqdim, hatto yo'ldoshimning men arzu qilib chiqqanini bilmayman u. Faqat Qozog'istonda yo'ldoshim borma deb so'rab ib chiqqanini bilmay, uning sababini chiqqanimni bilmaydim. Şuna bir gün işte apırıp meni telefonda özlerining telefonu bilan so'zlashdi. Bir yak apırıp bir qandaq uy telefon qo'sha. Shundan bir yig'izmi gap qilammidim, ortiqmi gap qilammidim, men telefon oldim, shu yig'layotdim telefonda u degan oyoq vaqirab davatdi, sen qo'rqma, men ip yenib chiqmayman bu yoqqa. Men hozir andaq qildim, bu gaplarni kallam kirmaydi. Shuna qo'ydim, bu pasportni ular berdigan narsa qolsin kamidi u chaqda. Men pasportni beray-chu, ya manda degan. Faqat chiqqanimni bilmay, uy qamoqda doim ashlarning kontrolligida, hadi chaqirilib yig'in ochdi. Agar undaq desanglar, mundaq desanglar, kirib ketisizlar lagerga. Undan ro'zi keldi. Ro'zining aşı 15 kuni chaqirib ilib, nimaga chaqirgan deb o'yladik. Lekin ro'z tutish mumkin emas, ro'zni tutmadik-ku endi. Undaq qo'rqib ketgan, ro'z tutish deganni. U yerda rasmiy jinoyat deb hisoblaydi-da ular. Shundan badim nima bo'lganini bilmayman, bir faoliyatda. Bir jo'zliq qilib mehmon bo'lib o'tiribdi bular, shundaq bir bilan tizib rasmiy restorandagi bir yerga. Şun kirdik, şu bularni biz meni mehmon qilg'isi kelib, men emas, bash lagerga chiqalar yana bor ashad birsizlar. Ketganda deb o'yladim. Basaq ilqi. Araq degan tizilib ketdi jo'zga shundan. Gap qilmadik, o'tirdik shu bir vaqtda ilqi 20 ga kelganda hammasi ashda araq tanglab shoji degan oldim. Kepli bir botul rom araqni ashda tanglab turdi. Men ömrüm araq degan narsani ağzımı ip baqqan emas, men ishchanmayman. Burun bir qitim tishim og'rib ketib, bir esimda bor kichik maktab o'qib yurgan vaqtlarimda. Shu ash bir siyliq dezinfeksiyada biznim deb qaraqni og'zingga bundaq tursang bo'ldi, to'xtab qoldi tishing og'rib deb ashda qilgan deb berdim ashni tafsilotcha. Shu chog'da men yondirib ketib, necha kun og'rib ketgan ashdan purug'idim men u araq degan, oq araq degandan bir sesiq bir purug'im o'zi sesiq ağzım alamayman buni endi xapaman. Onun üstüne men oshqozon yallig'idan biladi ashna oshqozon yallig'idan hozir tan salomatligim yaxshi emas. Sen ish bo'lmaganda og'zingga tekkizib qo'ymasang bo'lmaydi, sening ideyangda masala bor deb. Yiliq oxir yil araqni qo'limga og'izib, og'zimga tekkizgizib, ashtaqan endi og'zingga tekkandan keyin nima bo'pti, ishchivasdan nima bo'pti deb, mening o'g'lim menzimiymi deb. O'ylaymanda bir Xudayimdan bir ro'zining 15 bizning bilib, men deyman Qur'on Karimning ashundaq nimadir borlig'ini biladi-da, bular bilan deyman, uloq ayning bir uloq nimasi har bir kuni bir qandaq kunlarda qandaq bir oylar keldi, shuni bilgandek. Bir xil bo'lib ketdim deb bilib turmiz ichimizda, uningga deymaymiz, u bizga bilib turib zo'layapti aniqlab. Chunki ey nima ishga qiynaysizlar, men hozir misol yondirib ketsam qanaq qilsizlar desam, eshitdim bo'lmaydi, voy sen nada u hech qanday manda sapsaq tursan, u yer inson bo'lgandan keyin kiyim kiyib bir amdan bo'lib qarsa hech qanday sen emas qildi. Sen ya uchiqlam dedi, lagerga yana kirib ketding borma, neydi? Shanxay muyu gaydianli deydi-da. Sening texnik nima qilmagan o'xshaydi debchi. Nima ideyang texnik azot bo'lmabdi deydi-da bular. Axir iliq romkut qaraqni majbur ishkizdi. Oy shuningdan yondirib bil ko'zi iliq. Axir iliq yondig'im nima bo'lsa sesiqchilikning dardidan chiqib yiqildim. Chiqdim oyoq bir nimasi karotim aka, ashunday yetib qoldim. Bir iliqlar degan voy bo'ldi, og'ir ketdi, biz apir qo'yalik. Kecha iliq ikki saqchi, men iliq qo'nadigan saqchilar kelib iliq ko'zdik o'tadi beshimda. Pek açığım geldi, bundan nima bo'lsin, o'laychi mushaq, o'lib ketganim yaxshi dedim. O chog'da men o'lishni o'ylab shuga vaqtlarim bor. Shu ay kecha qarchay tanshab bizni nima qilib ashtaq beshimda o'tadi. Shuningdan bir yana bir narsa o'tganki, yo'ldoshim yana telefon qilib undaq nima qildi. Bu telefon bilan so'zlash yo'ldoshim bilan dedi. Apirib o'zlari so'zlashtirdi, qarab turdi beshimda.
Şuna dedi vizanı neymiş ki pasportunu bermeyivatıdı bular. Neymiş ki seni yol samayvatıdı dep sordu. Ben bilmeymen onu o doğruluk sormayman men iştimem demeymen dedim. Sen o besin pasportunu yol asasın sanmasın ben yani çıkamadı. Vay ben bilmeymen iştimem dedim şunu. Bu dedim bir neçe gün kalmay pasportunu berdi bular. Neymiş ki bermeydi dep onun sakçı. Yenim tuğan sakçı bere telefon dedi. Yenim Wang Pian degan bir sakçı var. Qananғы vaqirab chiqib soqishib ketdi. Sen neymiş pasportunu bermeysen. Nima qilmoqding? Sen bırak hemen de ya ağzı degende buzub ketdi yo'ldoshim degan. Nima maqsading batdi uni ep qilibdi. Rasmiy so'qashdi da bular. Qarsam qo'rqadigan chet el tuğanlar qo'rqib o'chaq biz degan bir yig'iz gap qilishdan qo'rqib qolgan. Bu nima degan qo'rqmaydi. Ağzingni yap deb moyoqdan vaqirab ketib barmay yana lagerga tiqib ketaydim sen menda. O desem sen uqmaysan mening vaqirg'inimdan chiqib atgan adam deb u degan vang vaqirab ashtaq qotdi. Şu bir vaqtida telefonni qo'ydik. Hali Xitoy bir ig'iz shu yerda hayron qoldim. Yo'ldoshimga yoki avmodi vaqirmaydi-da. Bularmi ashuna mana bular Xitoyning quliga hayron qilmanda bizga ashtaq bism ishlatayotganda men yo'ldoshimga chatal turgan ovozimni evoladi. Bular bizning andaq attibashimizni bilib qoldi demdiki quliga shundoq ekanda bir ig'iz javob yandimda o yo'ldoshimning vaqirab tilab ketgan hayron bolasini tilagandek qildi Xitoyni. Ey sen qonun degan narsa bilan sen mening qizil qog'ozim tursa necha vaqt bo'ldi? Arvetkili bizni sen ailesi qaytımız bir ig'iz şing deb qo'yibdi-da. Hayron qoldim. Bu nimda qo'rqadigandu? Buningdan deb o'ylab qoldim-da. Shu gap qildik, yenib keldik. Shundan keyin oyoqdilam. Bir 3-4 kun qilmayli meni chaqirdi bular. Chaqirdi. Pasportingni ishlaymiz. Pasporting seni o'ldi mening pasportim. Shu men lagerdan chiqqan vaqtlam bir oyma vaqt qolgan. Pasportim o'libdi, vaqti tugabdi deb o'l bo'lganda 10 yillik vaqt tugabdi. Yani qaytladım pasportunu işlep berimiz dep. Hayron qoldim. Sen olmayman bo'ldi pasportni deb ketdim de qo'rqib desem, yo'q, sen qo'rqma, sen yo'ldoshingni iniq ketsa deb. Gapmi qilma demişim bir vaqtida bir yak bad o'zlari badi men bam qo'rqib hech narsa berish degan narsani o'ylashdan qo'rqdim-da. Oyoq berib tam qurg'izib ketaydi, bormayman. O'sha butun yerdan birdan nima qilib keldi emasmi yer pasportni. Shu butun hamsiga o'zlari telefon qilib bitirib qo'yibdi. Deydi barma gap qilmaydi berib turma o'zlari tam qo'yib berdi. Ashundoq qilib pasportni bir hafta qolmay pasportni o'tkazib etdim-da, hayron qoldim. Burunqi mening to'y qilib Qozog'istonga kelgancha pislatgan pasportim mening 3 chaqirsa 3 yilda bitgandi. Bu nima degan bu chaqqan bitib ketdi, o'zim hayron qoldim-da. Oxiri bular xalqaro shamanda bo'lib ketishdan qo'rqidi ekanda. Men o'ylasam, yo'ldoshim mana vaqirab endi yana chiqaman arz qilib da'vagan keyin bir sinab bo'lsin zuvanni yapayli deb o'ylagan şey. Şuna bilan meni chaqirib bir yerga apardi bular. Şuna bütün ovozimni oldi, aş to'g'izib qo'yib, mushta taraf qartib bir nimalarni qildi. Undan keyin rasmiy ovozimni bir daftarda qo'yib bir o'qitdi. Undan keyin bir nurg'un narsalarga qo'l qo'yg'izdi. Men chatalga so'rdi, sen andaq chatal lager to'g'riliq og'iz ochadigan bo'lsa, shu kuni bütün tuqqanlarimni mangadigandan burun tuqqanlarimning hammasini qo'l qo'yg'izib olamiz. Andaq qilamiz, bütün degan gaplar endi hammasi mening og'zimni yeb ishlamda. Sen hech qanday narsani unutib ketgan bo'lsa, biz seni doktorxonaga olib yana davolatamiz, dedi bularchi. Doktorxonaga sen og'riyotgansan, doktorxonaga operayli, biz davolatayli, sen yaxshi bo'lib ket. Sen u yoqqa borgandan keyin bir ig'iz sen mush to'g'riliq, lager to'g'riliq gap qildi ekansan, o'chaq sen tuqqanlarimdan biraqli nima bo'lmadi, aniq ashta o'yla. Shuning uchun biz u yerda odamlarimiz bor aniqlabdi. Sen u yerga qutulib ketdim dema, bizni akab tutib berdi. Qozog'iston degan mato'g'aga bora olamiz biz. Bu degan ashta tahdid degan bütün narsa qo'l qo'yg'izib bo'lib, undan keyin turib pasportimni u yoqqa 3-chi oyda pasportimni chiqarib berdi mening qo'limga. 3-chi oyning natijasini. Pasportimni berdi, shundan keyin yo'q, bermabdi, chiqdi deb dedi menga, bermadi qo'limga, bermay pasporting chiqdi deb chaqirdi. Borsam, chiqibdi, lekin seni hozir qo'lang bermaymiz, biroz mazgil turibdi dedi. Turibdi degan keyin yo'ldoshim yana telefon qildi. Uningcha bu dedi, WhatsApp qo'ysang bo'ldi, yo'ldoshingni sen so'zlashsang bo'ldi deb o'zlariga WhatsAppimga nima Visionga ulab ashta qilib berdi. O'ja yo'ldoshimning emas, yo'ldoshimning sonasining Visionga batdi, o'sha sonasining Visionga ashta qildi. Shuning bilan ancha-muncha so'zlashdim. Bir kuni yo'ldoshim yana telefon qildi. Shunga pasportni berdimi qo'lingga deb, yo'q, tutibdi, bermayotdi demişlar dedim. Aldirashdilar, kundalik naqshiga boramiz, Guangchangga chiqamiz, usul o'ynaymiz, jiddiychilik qilib yurmanda.
Oy men degan hozir shundaq nimam yo'q, yana baribirmi beryapman, andaq qilyapman deb ba'zi kun bayroq chiqib, bayroq tug'an yerda ashadlam yiqilib tushma. O'zlari ko'rib turibdi meni. Yo'ldoshim shunda vaqirab ketdi deb bu nima degan bular seni axir o'ltirib o'ligingni tutqizib qo'ygan o'xshaydi meni qo'lim bu ag'riyotganini bular bilmayaptim dedi. Bilmayman men deyman u yerda gap qilishim bo'lmay telefonni shunga. Aytsam bu saqchilar telefon qilibdi o'zi. Şu sözleşken o'xshaydi bir vaqt saqchi telefon qilibdi tursay sen chaqqan kel, men pasportingni bermissan, vizangni ochqizg'ili bordi. Şundan o'qiyadi. Bordim berib edim, biroq pasportni elib sen vizangni ochqizsang bo'ldi dedi. Ha deb chunki berdim pasportni berdi. Her bir yıl saqchiqanlar bağanның özü xorlaydı-ku, ayollarning bir bular Xitoylarning hozir qilayotgan narsasi bir ochiqdan ochiq biz Uyg'urlarni dafsanda qilish deb o'ylayman-da. Ko'z oldimda shuji kirsam bir ayol bechora nimaga kirganini ya er lagerdimi ashta kiribga yilqining ne gaplarni qilib bilqinda ağzı kepken gaplarni qilib masxar qilganda gap qilayotgan to'pi kirdimda men pasportni olma deb bag'am bo'lgandiki shu joydan olsa dedi deb saqchidan ina kirdim hel bechora ayol yaqirab temig'ini tatlab turdi ya gap qilolmaydi bir nima men borsam bo'lamdi berib uyim qo'nsam bo'lamdi meni adam demaydi men kirib turman oyoqda bir dafsandichilikda bizga bir dafsand men bitirib bermay ishingni borsam bo'lamdi ayol aslida biroq ayol chiqib ketganki men bir undaq bir endi nimasi bor bir qurumchapan kiyib ketdim enkanda yomg'ir yog'ayotgan kunti qisam ilqaning kulib ayol chiqib ketgan ilqaning gap qilib keliblar chunki sen xo'jani og'li keldingmi dedi pasportni og'li keldim dedim o xo'ja yo'q sen to'xta aldırma berman xo'ja deb kelib men qurumchapadim unda qildi mani sen chet eldan olgan maygo deyfu majiga kina maygo deyfu deb qurumchapadimning mo'lini unda sipagan bo'lib tutgan bo'lib buna qilyapti bir odamni bir endi bular Xitoy hukumatining odamlarigacha bir nima bo'lib ketgan qilmay turdim turib Vaygo'ning deb qo'ydim. Sen chet elda yurgan emasmi? Chet elda yurgan sening kiyimlaring haqida chet eldan deb ilqinda raqt qilib shuni ko'tirib. Men xo'ja kelgandim, beshim og'riyotdi, mening shundaq mijozim yo'q, ya'ni bugun ni chan bing sayu bing dedim. Deb degan o'zim qarab ashunaq so'zlab qilgandim uchun qilmay turdim, shuni turib edim bir vaqtlam. Bo'ldi, unda olsam men xo'jani beray deb boshladi. Ketdim pasport ip ketgan biroq telefon qilibdi. Biz mush saqchilar bilan berib, seni uyingni hozir turayotgan yeringni bir qor tekshirib kelamiz. Undan keyin sen pasport bo'lamda deb boshladi. Bo'ldi, ko'rsanglar onadi. Dedim. Vampiyon degan saqchi bor, yana bir saqchi ayol bor, yana bir bunday kaprat tatadigan meni uyim tatamish o tatadigan ketdi. Bir ayol bor, shu jiba, qissat. Men shundaq ketdimiz. Kelgan keyin men o'yladim, tayyorlik qilyaptim, Urumchiga mangma deb viza qildim. Mangsang bo'ldi deb o'zdir dedi. Shuni keltirib, bo'pti berib ochtirib keldi dedi. Shundan biroq uyimni ko'g'il kelib, hammasi kirib eshikdan. Biroq men o'zim yaptirgan taraf bir uyda, bir yig'izlam u yerda nima bir qariq uyda o'tirsizda, ijara uy. Uyning eshigida kirgan keyin bir yig'izga bundaq keyin taraf parda tatib qo'yib, oldi taraf ochiq turdi. Yotgan yerimni bunday tatib aytgandim-ku. Qisam bir vaqt qilib nima men bir majburiy emgak deb bir yer ishliga borsa deb meni qilganki men ishlaydigan o'zimning ishi bor, mening kasbim bor, men degan saytim men kiyim tikish nimasam bor, ashad o'zim mishat qilib tursam bo'ldi, baribir keladigan odamga deb bir saytimni bir nimalarni qilib do'konlarni qilganda qilib qo'ygandim oldini mashinalarni elibchu kiyim tikadigan qanday ko'rib suratlarga tortgan bo'lib ashta bir vaqt qilib kayniga burilib o'tib nima shuji yana perdimda tatib ko'rib baqsam bo'lamdi deb men so'radim. Gap qilmadim, bir gap qilolmaysiz u yer. Nima degan adabsizlik, nima degan bularning xo'rliq. Bir ayol kishini yotgan yerini yo bir uyda mening hech qanday boshqa odam bo'lmasa, gap qo'ydim. Oyun men sujud divan tepyolang, olay jigit divan yeten sujud qiyma deb.
Qımay өзі қарап тұрып кетіп, қарсам қоламда паспорт нан қалып атмай. Елқаның бір қыз жауап ядылдым, мен қиып қалман да елқиян. Деп қымай тұрып кетіп dedim. Sen kep құлсаң болды бияге, мен талады құлай dedim. Мен талады құлсам, бияды баш құлайдыға я yok bu, bir adam yatıdığa ya o. Kıy şu cevap, o vermeye şu cevap. Dedim, aya, kayvan şu. Elqini daplam, kayni yenip alabilirim. Onun için sakçılar var, yendi, ulanı keldi emas. Elq menen gap qilmay turib ketganimni bildi-da, bir yig'izmi gap qilmay turganimni. Elq bir xo'rliq odam bular uch qachqar xo'rlaydi-da. Shu elqining yipqalab kirib, darrov elq aytib mangma degan ekan. Shu kuni kashning beldan oldim, bo'ldilar, mush bugundan manga deb qo'ljoq ketdim. Saqt o'zligir dedim. Men qog'oz qilib berman degan ting'og'i Ürümchiga bardığını dedim. Ha bo'ldi, biz qog'oz qilib beramiz dedi. Saqchi qo'lamga burtamga besib qog'oz berdi. Yo'l qog'oz beramiz, mangmaymiz o yer yana telefon qisham Niyakırtın çıkalan şampuancısı çıkarıp gidiyordu. Şunlar kağızını kolamga verdi. Şu günler keşten maşinistı olacak kettim. Şu etsi aşağıdan bağdağın poyuzda Ürümçi kettim. Ürümçi verip aç kızı olayım edip oylaptım ben. Mümkün mü? O emmisinin sistemisi bularla okşaş ki. Kazakistan'ın konsulumu beri bir olanın aç karmığı diye. O çağda ben işlerini bilmek verip vizini aç kızıp gitme. Kırıvedip açmayımız dedi. Çakıp şekemimize yanı bir Kazakistan'dan berip birnem ekildi bir parça qog'oz shuni aşaqdan tam qo'yib evet keldik. Açımız dedi. Açmaydı ki. Şundan ilqi birinchi kuni Qozog'iston annemi Ürümchiga borgan kunim. Poyezddan men o'ylabdim menda chaqqal ochqiziblar menib kelma deb kashdan poyezdda men atis kashdan poyezdda men oldim. Atdiganda borsam soat 8 ulgurib beriblar kashkichib vizlarni ochqizib Ürümchida nemish qilay. Bo'ldilar Kashqurunning poyezdda yenib kelma degan kallamdashlar xuddi bir kun ochqizayotgandek beribdi men. Qisam bir soat 4 tapirib atdik poyezd. Şoya bu keçip hozir bizga soat 8 ga 4 soat ham sirtda turamiz dedim. Yenimda bir qozoq ayolmi? Aşağıda vizaj qilib beribdi. Bir mo'ch qozoq odamlar, ayol men bilan tanishib qoldi. Baribirmi taksi uyaga 10 necha qo'yib apirdi. 20 qo'ydak ikkimiz birlashib ketayli bir taksida deydi. Ha dedim, men konsulga borma deb ikkimiz birga bordik. Beruvdik. Kechida bir bo'lib ketdi. Uyaga borgach aran 4:30 bo'ldi. Bir yerda bir yotoqni ochqizib turib turaylik. Bu 4 soat, 3 soat bir yerda turamizmi? To'ngab ketimiz bak etgan so'qaqda. Yendilar baş konsulning mayaqda bir yotoq bor ekan. Ilqaning kirib Ödeylik ayal aldımda to'di, no'g'ich mayaqda bir mo'ch odamlar işte nim qo'yib konsulga kelgan odamlar o'xshaydi. Ilqalarimiz yotoqni ochib boshqasi kirib ketdi. Keyin aldimda, meni aldimda ayal şampuanchisini berdi, bir o'yini kesib berdi ayalga. Bir qizi bor ekan, kichik qiz yenida. Kendimle men berib turib edim. Bu şampuancini bir qarabla men Xitoy. Rizu bishing deydi. Nimishga deb boshlab dedim. Uyg'urlar degan xatarlik odam. Sen yatsan bo'lmaydi yotoqqa. Sen saqchidan berib, mishaning saqchisidan men keldim deb dingji qilib ash saqchilarga qancha kun yotsa, shuncha kun yotadiganga sen qog'oz ekilsa. Ürümchida. Ilqiyat Ürümchida. Ash Ürümchi ham konsulning qishi. Shu men ilqiyat bir o'ziga qarab turib, ey men dedim hozir qarang'i tursa, bu vaqt saqchilar men nereden topibman? Nerede saqchi qanday borligini bilmayman. So'roq muzlab ketdi. Hozir biz poyezdda tushdik. Men kecha uxlamagan odam poyezdda o'tirib. Men bir 2 soat aram elib chiqib ketimiz. Biz hozir konsulga boramiz, bu yerda jiq yotmaymiz. Agar bu yotoqni ekib bersam, mush zalning ichida men issiqxonadagi mazalning ichida o'tirib turay. Sirtqa chiqmay dedim. O, bishing. Daplam degan, bu ani chaqirib, men chiqirib aytib, bu ani kelib chiqib qo'limda so'rab ipmoqmoqchida, meni zo'rlab. Qarab, bo'ldi, men o'zim chiqib ketman, uningsizmi? Men so'ramanglar, mening deganim endi ichimga og'ramdiki deb o'yladim-da, ular endi qancha chiqatdim, unlar Xitoychani tushuntirib bermayman-da, ular hozir 100% tushuntiramagan kerak. Ha, bo'ldi, men o'zim chiqib ketman dedim. Ulardan chiqdim, mashallah kelyapman, ulardan chiqyapman. O'zimni shundoq birapti. Ey Xudo, bizning Uyg'urlarning kuni nima kun ma'lumiyat. Mushuncha aptuni rayim deb qo'yib Ürümchi. O'zimizning vatanda ko'rgan kunimiz ma'lum bo'lsa bizning nim bo'ldi bizning kunimiz degan narsa keldi-da. Shunday ichimdan birnim degan gap ketdi-da. Ey Xudo, mushundan ketmay qolsa, hargizmi o'ljoq ketmasa, o'lgunim yaxshi bundoq yenib borimiz, dafsatlikda yashaymiz. Uyaga borsam, eyliqi dafsatchilik hammasi xo'rlayotgan. Hatto bir Xitoy saqchi
saqçılarning o'zi qo'rlab o'zingni voy bir kun saqçılarning ash degan gaplarida agar ayolim bo'lmagan sen nimaga ketsa Qozog'istonga Qozog'istondagi yeringni ayolim bo'lmagan bo'lsa sen men ikkinchi xotinlikqa evasami bo'pti shunda xo'rliq gaplar bizni bir dafsan bütün odamlarga shuda u bütün ayollarga bavga shuning chidab umr suryapti bizning vatandagi qarindoshlarimiz ash ayollar o'zini xo'sh qilish uchun balkim ashlar vaqirab chaqirib naqshitib bir so'rinlarni hozir ko'ryapman ashlar vaqirib ketadi o'zi ash majburlayapti yashash uchun ashlar ashunda kun bilan yashamaydi dimini chiqarmay ash gapni qaqib bermay deb ketdim men chunki ya Allah men bu yerdan ketamsam Alloh egam meni ketkizgin bu yerdan ketmasam men o'lib ketganim yaxshi deb eliq keldim konsulning oldida yig'lab o'tiryapman bir vaqtda onun 3 saat uyanıp çıkışı 5 buçuk saat 8 yarım 9'larda açıdı o Kazaklar belki Kazaklar konusunda belki vakti açıdı ki. Ağır saat 7'de açkanca dinimizde bir açtım. O bir neyi varken şunu o bir neyini açtı. Açına içecek o bir neyi kırıp bir küçük özgüdümü jüvaptı ben. Aşında lağılap bitirip 3 saat açtalarda otladım ve oyuldum. Onun için bıraktı da yana hiyalimde boptu. Muşta bolsun kırıp açkızıp gitme izinde boylap kılıp onun saat to'yib kirsak mumkin emas esi ichdigan yo'q undaq narsa degan bir qog'oz akasa u qog'oz kelgandan keyin uni bugun ochilib chiqibman shuni keyin veshim bilan yo'lchimga yana so'zladim darrov so'z qaytdi men dedim agarda evet degan evet men 15 kun bo'lsin 15 kun bir oy bo'lsin saqlayman agar ketolmay mishad qoldim men 10 qavat butun men o'ylab bo'lganimda men sana video qilib evet etib men 10 qavatdan tashlab o'lib olaman bütün 5 yil o'tganini deb berib sana evet etdim birinchi men o'lmayman to'xtama dedim men dedim yo'lchim vaqirab ketdi nedik sarangdan ketdim qilma kelsa men qanday qilsam men qog'ozni evet sen chidab saqlab 15 kun yashab men birisidan amal qilib bo'ldi ash yotoq ilib yot eshada bo'ldi saqchi qilib danji qilib qog'ozni ilib 10 kunlik yotma deb qog'oz olsang beramda deydi berib desam qog'oz ilib saqchidan yotoq keltirib 10 kun 15 kun saqlab eshada yot bo'ldi men nima qilaman qog'ozni turib avatma deb u degan ashtaq deb shuni yana bo'ldilar deb shuni biroq chiqdim qilib chiqdim qolmay yashadi bir mangdigan shopir ashaqa borgan bir Qozog'istonda o'tadi mashinalar qatlab qo'yibdi birisidan evet pul evet verdi 2 kun koydu şunu eliqinin bilan yataqlarni nima qilib turdim yana qog'oz 15 kun bitdi o qog'ozni Qozog'istonda bek tas emas undaq bir nima bitmadi shuni 15 kunda bitdi eliq qog'ozni xudo evet eliq qog'oz evet ketdi bika bo'ldi aprelda eliq qog'oz olma bu Qozog'iston bilan hozir bilan deydigan Qozog'iston bilan bularning tili bir hech qachon Qozog'iston zot ashlarning mening ismimni nima familiyam nimam bayani nima millatim bayani qirg'iz deb yozibdi yo'lchimning ismi Xalmirzani Chalmirza deb yozibdi xato yozib evet deb yilqini ko'ratlan bo'lavoy bu degan xato yozib qolibdi bormaysa baribir bo'lmadi bu deb qaytiradi nima degan bir ichimishlik bu endi bir odamning bir aqliga yetmaydigan narsa uni ashtaq hukumat uni xato yozib yutamdi xato yozmaydi ularning hammasini uni yana bilmayman bu neymiş bunday aylık yolcum kapıp gitti, muştum olsun bir doğru yazdı dedim. Boldu yan evet dedi, onun için eketti, ona dikindi demesin bula. Boldu bek uzak sozluk geldi diye bu yanı bir kağıt 15 gün çıkışı ben bir yer yatmam mı dep. O arlıkta aşağıda buluvatkan nesler, nurgun nesler öttü. Yani bir taksiye düştüm ben, arlık bir taksiye düşürdüm, ilk taksideki sanımның öyi var, jıraqta, konsultan jıraqta bir nevri sanım. Şuna öyi bağandım, ilk yerden kaytıp gitip keldigan bo'lib konsulga yana iliq taksiga tushdim iliq taksichi boshda bilmay meni to'xtablar men chiqasanim deb chiqadi biroq chiqib bo'lgandan keyin oz mangandan keyin chiqdilar nega borsiz degancha uning uchun mashina haydab bo'ldida u yo'lga kirgandan keyin to'xtab olmaydi voy mushta konsulga boratdim Qozog'iston konsuliga aprovatsiya dedi opla bika saptiman sizni men baribir u yoqqa borolmaymiz biz deydi nima ishga debdim dedim bo'ldi men bormaydim bo'ldi chiqib qilgan xapamay deb yana bir ko'chaga kirib tashib etdi shunday yana bilmay odamga kerak bunday bular shundoq qildig'ini to'g'ri nima ish boshqa bu nima ishga bormaydi abrab etgan bo'lsa deb o'yladim tuzam uning uchun bir
Xitoy taksichi keldi, yana postdan Xitoy. Xitoylikqa tushdim. Biroq ketib debdi menda taksichi xiyolimda yo'q. Men o'sha hozir bir Uyg'urning nimasiga chiqqandim, o'sha meni tushiribdi, konsultatsiya qilishni bilan men kechib qolgan, qapimay chaqqaroq mansang bo'lib ketgan, men o'sha berib qo'yishim kerak deb ulguribman 2 soat qadar. O'sha deydim, sen bilmamsan, texi Uyg'urlar u yoqqa borolmaydi deydi. Nima ish? Urumchining nerede ekan to'qqanmay Qozog'iston konsullari? O'shni bilmayman, nari bu Qozog'iston konsullari nariligini hammadan biladi balkim. U men bir nima degan bir xidalu deb qo'ygan bir cho'ng chatalik kelgan bir mehmon saroy ekan qo'y endi qara bino deydi ekan uni qara bino degan bir binosi bor ekan shundan endi joyini men bilmayman Urumchida chiqib boshqa balkim. Xo'sh. Bu yerda boshqa konsullarmi bor qo'ydi deb o'ylayman bilmayman işte. Shundan hayron qilib turib nima deydiganda bir nima deb boshlabsan? Ular degan bilmamsa xatarlik odam u xatarlik odamlar hozir unda konsullarning qishig'i bag'izmaydi deydi. Qiyat degan aşı. Yani bir qitim o'zimning aram turgan o'zimning visi to'g'ri anda bo'ldi. 15 kun turish jarayonida nima turdingiz Urumchininki? Birinchi qitim 15 kun turganda ash nimada turdi? Yotoqda. Yo'q, Urumchining qaysi rayon? Do'nkavrikdimi yoki qaysi rayonda turdingiz? Shu ash konsulbayada turdim. Nimbayada? Konsulbayada. Ha, konsulga yaqin yerda. Yaqin bir yer turdim. Lekin konsulbayadan men ash Dabazaga bordimchi bir kuni tamoq yeb kelganda boray deb, ash tamoq topilmaydi, bu yerda tuzuk tamoq topilmaydi, ashadan bir berib kelay deb borsam 25 so'm opadi bir taksichi. Berishni 25 so'mlik yo'l yani taksi yo'li. Yo'li ashta jiroq ekan-ku. Tushundim. Xeyli jiroq ekan bu yerga. Sondan Heliqa tova nindaydiganda bir hal dedim gap qilma deb shunga o'yla qanaqdir texnik bu ahvolimiz ajab qiyin bo'lib ketibdi bu yerda deb his qildim shundan keyin uning berib so'zlashdi uning yo'lishimda deb bu uzoqda bitib bu yana bir qog'ozni men zod to'liq bir yeri xato qilmay avatlasam bularning kayni kirib bo'lmadi sen chidab yana bir mazgul turibdi amal yo'q yo qaytib ketamsan ujaga deb boshladi dedi qaytib ketib qaytib kelsam bo'ldi viza hozir qaytib bosamdan pasportni olib deb o'yladim-da men bilmanda bularning pasportini oldim. Shu arliqda o'rniga o'yladim. Uning arliqdan mening o'rnida bir nimalar billa burun Urumchida nima kim laylash nimasi o'qigan chaqda men billa o'qigan bir savodoshlarim bor konuşatdim. Ashlar vichamda so'zlab turadi, qo'p turib bag'i o'zlarining. Ashta ko'rlida biz ko'rlitdik, shunda yaxshi yozib kelmamsizlar, ko'rliga olma deb gap qilib berib birsiga gap qildim men o'rni. O'sha ben baray deb o'ylayotgan ko'rliq dedim. Voy odamlar kelmamsa yaxshi bo'libdi, keyin u yerda yotamsa dedi. 15 kun bu yerda yotib berib kelaylik dedim. Bo'pti dedim. Mening qalam o'yladim bu Urumchining ahvoli bunda bo'lgan ekan, bizning janubning ahvoli tugidi-ku, o chaqda nima bo'lganda u narsa aniq qalam keldi. Bu nima bo'lganda u yerlar degan bir shundan bu yerdan bir bak Urumchi ancha raqamga so'xtaydi ko'rlar. Shu yerdan men Urumchiga ko'rliq bordim. Xo'sh. Ko'rliq boyadim, qizlar oldimdan chiqdi, u yerda bir kundek turdim. Turdim. Ko'rliqda u lager to'g'riliq, kirgan odam tek chiqqan emas, hech qanday lagerning og'iz ichilgan narsa yo'q-da. Kirgan odamdan tek chiqqan odam yo'q. O'chaqdalik kunaslarda biz chiqdik, masalan, mening kaynimdan inim chiqdi deganda acha chiqqan qo'yimcha. Men hozir u yerda umid paydo bo'lgan. Shundan keyin ular dedi, ongacha ben dedim bo'ldi, men mushta tonushlaring bor deb bersanglar, men nimaga borsam? Mush atışma, kuchama, hamma yerni bir aralab ketdim. Bari 15 kun yerda yotmayman, bu yerda yotmay bo'lsam, inanlar dedim. Sen hamma yerni ko'ngil qotamda deydi, ko'ngil qotida unda Qozog'istonga ketma, endi qay vaqt kelma bilmayman dedi. Bu qizlar bir tonushlarini deb berdi, undan ilqiyadi. Kuchaga bordim men. Kuchaga berib, kuchada 2 kun turdim. Bir yarım bir günü bardım, ertesi 3 gün kettim. Ertesi 3 gün Aksu'ya kettim. Xudo bir el qadar hayat qadam deb aylandim da men xiyoli. Bu mesinimde hech kim yo'q taniydigan. Faqat Ala'nın tonuşu bilan bir tonuşlarni topdim. Kuchaning ahvolimi yana o'xshash, u yerda hech qanday odam chiqmagan, hech qanday odam texlagardan. Nima qilmagan?
Aksu'ya verip 2 saatte kodu üyede düştün keyin poyuz almış çıkıp aşağı nima qildim? Aksu'mu aşlarının eyedikilerini bırak. Bir şey de az Uygurlarında az bade. Üyeden Xotengi vardım. Şöyle ilk saqçıga nimlep telefon qildim deganda men mushaq bilisizlar ag'riryapman. Xotenning milliy tibobatning dorilarini ichsam men foyda qilib qolamki deyman. Men bak ag'rib ketiraman ayollar tarafdan bilisizlar. Şu men milliy tibobatning o'xshash Xotenning dorilarini eklaydirsam, bo'ldi sen men Müşahidler nem qilib bermay qanday yerda taqalar sen saqchilar tutib olsa, bizning nomerimizni desang bo'ldi dedi. Saqchining iliq nemisi qog'oz qo'limda bor emasmi? Xo'sh. Shuni bilan Aqso'dan Xotenga bordim. Siz yo'lda bag'ich nurg'uni tekshirgandi balkim? O tekshirish deganning hamdiliqi. Yana jalibda qarang, o'zininkini tekshirganda qo'rqinchliq shanqanjiringiz qarab o'lja deb aytsa desa, o'lja. Yana başqacha bo'ldi ekan, o'ljinikini ancha tekshirib ketmaydi ekan mana. Va jalibniki deganni Alloh saqlasin. Shu chaqda men Xotanga mangan vaqtimda bir qiz ashu achaq mangan. Bir ikki bola bilan bildi. Chiqdim-chi poyezdga chiqqanda men ash bolalar bilan qizlar bilan tanishib qoldim, men nimada o'tirgan chaqda. Bularning Ürümçi işlayotgan yerden bu anlagandim o gapni, lekin men o'zim bevosita birsini anglab olmayman. Bu Ürümçi kelgan bütün ishchilarni qaytirib yetib beribdi ish o'rniga. Agar lager kirganda kirgizga apparatga dadi yo'q bo'lgandan keyin o'zining dadi yo'q qaytirib yetib lager kirgizib yetib beribdi. Hech qanday Ürümchidagi Uyg'urlarni birsini qaytirib uy bo'lsa, ashada o'zining setib olgan uyi bo'lsa qilib ekan. Agarda sirtdan kelib ishlayotganlar hammani qaytirib yetibdi, bichalar bak ular hozir ishsiz qilib, ashta quyibdi deb anlagan, lekin o'z ko'zim bilan ko'rmagan, lekin 3-4 uchrashtirib qoldim qayerda. Ularni bir nima o'tirib el qila dedi. Bekadim bevos keldi, tekshirdi, sen Uyg'ur ekansan deb meni qaytirib etdi. Bir nima degan yezitganda ularni uyi bir nima dedi, endi esimda qoldi. Biz hozir borsa qanday qilamiz? Yer ishmi yo'q biz bu yerlarda, endi nima qilib jon boqamiz bilmayman. Ay ketib boramiz mushtir qoldi. Deb el qila deganda qaqshag'idek bo'lib dardini aytib Bicarlar Uyg'urlar. Ilqılavlar birli poyezd var. Endi hozir o'ylasam shu men ashunda qilib hammasini majburlab operativdan dadiydan bir amal qilib ilib lagerga kirib o'ldirdik, bo'lmasini majburiy emgak qilib hozir shu kanda bir anda Ürümchilar ishlayotgan, zavodlar ishlayotgan, shundaq burun Uyg'urlarning zavodlari bordi. Bilimsiz ne bir shirkatlar qurilib ketgan. Mush yaqin yillarda shundaq yaxshi bo'lib ketgan. Men berib Arlıq tuğavaqlarda men o'zimning do'stlarim bilan setayotgan mollari, do'konlari bor do'stlarim, ma'naning nimda Uyg'urlarning mollari jiqib ketgan, shirkatlar jiqib ketgan deb hayron qolgandim. Bütün taqilib etdi, yo'q qilib shuni keltirib yo'q qilgan hayron qilibma. Bütün ishlayotgan bichalarni ashunaq ketkizib keyin apir bilqinda majburiy emgak deb anda qolgan deb endi o'ylasam hozir shu tarafda uchiga qarab tova dedim, ular bir yerdan yo'ldan bir yerdan chiqib qoldi, to'xtagan yerda. Uni men ketdim. Xotenga berib tushdim, shunga tushgandan keyin bir tamoq yeb olaychi deb bir hashxon topolmadim. Tamoq yeydigan bir hashxona yo'q edi Xotenda. Shunchalik darajada bo'lgan. Odam insonni ko'chada ko'rmaysizda. Xoten shahar degan bir shahar u, Xoten degan bir cho'ng shahar u. Buni umrimda men berib Taqoqmi hashxona? Hech qanday hashxona Uyg'urning ne bir restoranlari, ne taqoq. U so'rsangiz bir yig'iz javob berolmaydi bichara Uyg'urlar qo'rqib javob berolmaydi. Men bir ko'chadan chiqib kelib taksidan oldim. Bu yo'q deb qayerda baqay. Taksichilar yo'q demaydi ekan-ku, bu yer taqab qoldi degan gapni demaydi ekan. Gap qilmaydi. Bir yerga berib qo'ygan bir ko'chalardan men olib turib bir yerda matrab so'rab turib chiqib bir yerda bir restoranda bir ashxona kirib. Ensi jin yo'q, ichida odam yo'q, tamoq yegan odammi yo'q. Ichidan bir yosh bir ayol chiqdi. Chiqib tamoq yemsiz, nima yeysiz deb boshlab deganda shunga nima tamoq bor dedim, polov bor dedi, uning boshqa narsa yo'q dedi. Desem men yana ilqinamdan hech qanday bo'lmagandek xudo hech kim bilmaydigan emas. Men ba'zi boshqa savollarni so'ragandek so'rabdi. Bu ashxonda odammi yo'q, sizdan boshqa odam yo'qmi debdimi? Bichara ayol xuddi bir ichidan bir man nima deyapsan sen, nima juga Uyg'urdan dedimki, menga mash ochiq ketib ketganda bichara chiroyimda bir qarab qo'yib gap qilmay ya qarab kirket dedi ayol. Ya javob bermadi. Ya qani odam degan gap qildi. Onun uchun Keyindan bir kichik bir bola chiqdi. 12 yoshlardagi bir bola oyoqdan chiqibda bir tartib topib olgan. Ash bola bilan ikkisi ishlab ketdi o'ylab baqsam ashxonda endi.
Peyli otladım ilk bir taksi koloni yigici otladım ilk yerde ilk bırak karsama kulağa çıkmadı ilk. Yaxana kolları bir zırlandı bir süt başta ettik ya biz oldu dostumağında yemen oturup birden tamak yiyen oldum aşağıda şu ikisinden başka adam kömlümde ilk açkanda ilk balı buralarlıkta bana çay koyup verip talağı çıkıp kırıp kıldı ilk küçük bala bir ayal. Bir vakit tamakını yedim ben çıkıp gittim. Onun için ilk bir yine bir dostlarım bir yanı bir yerde bir dostlar battı ki şu an mesela depreyen ki ola bir örümceden kildiğin adamlar battı ki varımız dedi. İlk kaç kişi kıldıgan çıkıdığan bir Yoronkaş deryası deydi eken kız. Aş Yoronkaş deryası az kalganda aş kentin ismini men tapılmaya aş bir nemiz battı. Aşnanda izdevatım ama aş men bağın kentini gidip ismini tapılmaya devatım azır tapılmayvatım. Aş bir kent aş nemi Yoronkaş deryası yıkı yerde bir kent battı. Aşağı bağdık. Aşağı şehirden aşağıya men nemi biledi. Ular depegen aş dostlarına kışığa. Mening do'stlarim, ularning do'sti keyin ular bilan men do'st bo'ldim berib. Ilqi qizlar qashtishi qilgan bir qozoq ayol bor ekan u yerda, o'sha Urumchidan baqa ayol ekan. Ashlar bilan birga o'sha qashtish savdosi qilib yo'l ishlashga qilib turgan ekan. Beruvdim meni ko'rib ular voy deb konuşup ashar men do'stlarim depegen qiz, Uyg'ur qiz bir do'kon ochdi ekan. Maxsus o'sha qashtishi taglik qilgan, anda qilgan Xitoylarga Dükkanında neme deli bu bilmem suzlu uşak tüşek sabıdan koyup işte uğraştık tuttu. O beriydi o biçar kız bizi görüp şunda hoşu bu ya yaxşı to'g'ridan gapsiz deb şunda ketdi keçtim mehmon qadam o qiz kechqurun o'tirib ilqi gapni hammani deb soldi da yashadi bir mo'j gaplarni qildi da men bir gumon paydo qilib qo'ydi. Men debdim men bu yerda lagerdan chiqdim deb dedim o chiqib bu yerda o'qish deb qo'ydi ham bu yerda. Xo'sh. Muştaq bu yerda qandaq tuyudim ko'rib atqansiz qandaqligini dedi. Eliqi ashlarning o'yli nemisiga manisiga borgan chaqda hech kim ko'rmaysizda ko'chalarda. Hatta shaharda qanday emas, yezlarga borsangizmi shu. Bir ko'chalarda bir o'tdagan bir mo'maylarni, qirib voylarni, bir odamlarni ko'rsizda bir yo'q. Nurg'un uylarning ishkini adam necha vaqt adam yo'q tekda adam yo'q uyda bu cho'pis ketadi ku bilasizmi ishkini olib degan to'pchang chiqdi yo'q adam. Meni qanday qilib men mashina bir yerga kelib mandilar mangda yer tushirib qo'ydi ashnodan menga xeyl yer bordim emas men qiz oldim chiqib qarsam o ko'chada turibdi. Shu yerga borgan qadar ko'chalar men bordim hel qila qarab kelyapman biroq qizning uyi hel qanday kechqurun bo'lganda o qiz o'tirib ashta deb qoldi-da. Yoronkaş deryası hazır. Kaştaş emas adam deryası aylandı o dep çoyliqi. Rasmiy aşıp men bilan bunda güjap apirib kömbitdik adamlar. Aşında bu ketken emas. Rasmiy aşad bir aralga aştaq adam kömdigan kibet emas. Meni qiz uçuq içip eşin diyenmegine hazırgıçı men asırtım badan nemishka aşındaq çıng turilib digizmidim biroq o qizni qo'q yenmaydi. Aşında qilib o kuni birdan paranglashib qoldi. Texi kirgan aş qizning bir gepi. Men deydi. Bir avlod qolmabdi ularning bir avlod. O qizning bir cho'ng dadasi bor ekan. Ash xotanning balki mush xotanliklar bo'lsa o'ylayman men xotan chiqqanlar bo'lsa mush gap desam xonimniki deb o'ylab qolman. U odamning kimligini men bilmayman, lekin ismini unutib qoldim. Ash qiz deb degan. Ash xotanning qashtishi chiqiradigan ash bir narda bir ma'ammaydigan bir davondan eshib ma'ngadigan bir yer bor ekan biz apadi ash qiz apisi ko'rib kelgili. Aşağıya tikuchar bilan cho'ngda biz ashta tikucharlarni sağan ekan. Shunchalik ashundaq bo'lib ketgan odam ekanda, qashtishini ashar nima qilib qallarni ichib ashta bo'lgan bir boy odam ekan. U odammi yo'qka, u odamning avlodidan hech kim qolmadi. U odamning necha yil bo'lib ketdi qambat keladi. Ash adam ashunda Japonda necha million pul xaylab ashqa yo'lni sapdi bir shu yo'lda mush cho'ngda odam sağan yo'l deb apad ashar bilan bizni mesharni yo'rinqash deryası müşad kaçtı çıkarttı, müşad çoğun adamın kıynavatı kan çoğun aşkan. Hazır tatlıvatı da işte Xitaylar. Kanunsuz açtığın bu kanını sen kanunsuz kıldın deple o adamın kında bana title solu bitipti. Hazır endi. Aş bir Xitay aşında ilgili vatı da onu bıraklaylık kanını. Helik kız ayaşagiç apadı helik kızның gepini anlasan bir xil içimiz serildi. Resmi şundaq bir bo'lgan avlodning qizidan bir qiz qapti aşı. Uni mu aşaga Xitoylarning
xaridorlikni qiladigan qilib qo'yibdi-da qarsangiz. Әтісі шоңайлық Ташқашты дариясыға көгілі барымыз деп мен барайлы деп енімдегі қазақ қызыма елшілер нем қығылы баған болған беріп келейлі деп қызақ көстіп келіп апаған чағдашты дедім. Беріп қан ола азыр қашташларында теріп қан ақыздан яна енік барымен де деп сораймын. Растығыны дегіне қаяқ қая мәселен нәгі көмірді дейді. Неме дедім мен ақшам нештім демедім есімді жоқ деп тұрып алды да. Ақшам мәсіл қағанматтан деп чақ-чақ қылдым ғой. Sen yok, o da ben bilmeyim cuma undak diyelim sen isim de yok da kokudu da onu aşınan bir aşılan açtan bir uğurluk kaptı ayak kaptı da kalganlar belki onun yoktu. Onu bir nemini bilip değil kız biçer diyen karsanız oğal baldak bu kaptı özümü. Demek siz yani bu şu şekilde aylanıp ta Xotan geçip berip onun kendinden Ürümçi'ye mi qaytib geldiniz? Şu o kıtımda önündeki aşağı nemedin. Udulama yeni geldim. Yeni başka yerlerime düşmedim. Udul Xotan'dan yeni geldim. Xotan'dan Ürümçi'ye. Ürümçi'ye. Yani bir aşkapta aylandınız ne olsun şu Aksu kuşağı? Bir aşkapta, inakla bir aşkapta tutdum. Aşı jarayanda endi meningiligi inak u yerda bir nimani surishti qilolmaysiz. Favqulodda meni mang'ulayotgan odam yoki bo'lmasa birisidan so'rag'ini u yerda odam inson emas, birisidan deb qo'yib mana bundaq so'rayotdi desalar tugudimda men pasportni ilib oldim meni qo'limdan. Men inak bir nimani aniqlay olmadim, lekin faraz qilib bo'ldimda hamma narsani bilaman-ku men To'g'ri, jamiyatimda ko'rsangizlar bilsizlar sirtib qarab. Ko'rib u yerda nima ish bo'layotganini his qila olmayman. Nimishga men lagerga kirib chiqdim, lagerdan u yerda davomlashayotgan u chaqda men lagerdan ichidan chiqqandim, hammani bilaman. Çünkü u yerdagi ahvol bek ig'irligini his qildim-da. Bo'libmi Xotan, Qashqar, Janub tarafisi hatto lagerlarni men o'ylayman hozirgacha u aniq 100% deyalayman men to'xtab qolgani yo'q. Ba chiqasimi 100dan bir 10 chiqagan 10% bo'lsa 99% degidek 90% degidek ichida balkim undan betar ig'ir darajada o'ltirib bo'lgandi. Zıqan tugishtirib bo'ldi desam bo'ldi. Uyg'urlar tugashdi desam bo'ldi. Tugashtirib bo'ldi yo'qdan. Men shunga deydiganim hozir mening o'ylaydiganim hozir mush muhojirat qilayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bo'lsin, mush chet ellarda hozir xotirjam yashayotgan bo'lsinmi? Ilman ya'ni guvohlik bermaydiganga ayliqinda bilib turgan narsani deyishni xohlamaydigan. Xo'sh. Yanılaylık bir narsalarni o'zini oyog'isi kelib, achaq tuqqanlardan ansirab yoki voy munda qilsam munda bo'ladi. Men nurg'un odamlarni ko'ryapman, bilyapman, hatto Urumchidami tuqqanlari bor, bu yoqda yashayotgan ba'zi bir odamlarni men ko'ryapman. Shu yaxshi normal aloq yuguniga xush bo'lib, bo'ldilar Xitoyga bilan munda qilmayli, hargiz qarshi bir yig'iz gap qilmayli, bilganimizni demayli, guvohlik bermayli deb. Lekin mening deydiganim hammalarga her bir to'miringlarda Uyg'urni qiynayotgan inson bo'lsanglar, bu tugaysizlar aman u zulm sizlarning beshinglarga kelmaydi yoki biz bugun bunday qilsak saqlanib qolamiz. Chunki sen Uyg'ur bo'lsang keladi bu. Uyg'ur bo'lsang qayerda bo'lmasin, bir kuni bo'lmasin seni o'ldiradi, aman yo'q qiladi. Chet elda bugun yashasang, ya biroq yo'qolib ketsa, chet elda yurib shu yo'qolib biroq kelib qayt. Kimligini unutib ketishing kerak. Yoki bo'lmasa shu vatandaşlarning shu kimligini unutib, biroqlam Xitoydan xotin elib, Xitoydan qiz berib, Xitoy bilan biroq tugishib, Uyg'urligini unutib ketish kerak. Yoki bo'lmasa men Uyg'urdim-ku, yo'q, men bir vijdonim bor, Uyg'urdim-ku, men bir musulmondim-ku, men bir ashta tug'ilgandim-ku deb o'ylasa, hech qachon o'zini saqlab qololmaydi. Unda qilgan bo'lsa. Baribir chiqsizlar. Bu ajdaha aman hammadamni o ağızdan çetib atqa o't bilan kuydirdi Uyg'urlarni. Men shuning uchun har bir Uyg'urga deydiganim guvohlik beringlar. Mana hozir dunyo Uyg'ur qo'yibdi, budaq ichilganmish sot to'g'riliq. Bütün lager şahitleri bo'lsin, yana boshqa lagerdan chiqmaganlar bo'lsin, qanday bo'lsin, qo'ldan kelgan bütün ish qilib, qilib kichkina bir vijdoni bor Uyg'urning hammasi to'xtamay berib, guvohlik berib kichkina bo'lsinmi, ish qilib nemisini quvvatidi-ku. Budaq etib mana yana hozir guvohliklar qancha guvohlik bizni jiqaysa shunchalik yaxshi. Yana bir inson chiqsa qancha Xitoyning biz masalan bilmaydigan bir yer bo'lsa shu ichilsa xo'sh bo'lamiz. Shunga deydiganim. Evet. Cho'qim Xitoyni yengish uchun
Biz qo'l tutishib birlashishimiz kerak. Hammamiz deganimiz bir yerdan chiqqanda har bir Uyg'ur bir-birimizni meni bir yolg'iz balog'ni qanday yaxshi ko'rsang, masalan, bir yolg'iz balog'ingiz bo'lsa qanday yaxshi ko'rsiz, masalan, yolg'iz balog' uchun jinozni berishga rozi bo'l. Har bir Uyg'ur bir-birimiz uchun ashta jinimizni beradiganlar biz qutqizib qolamiz o'zimizni. Bo'lmaydigan bo'lsa, yo'qaysa dishni bo'lmaymiz biz. Yo'qaymiz, hech qanday ish kim emas biz. Şoňaşqa bu guvalyk beringlar to'xtamay, bu guvalyqdan qechib qutlanmaysizlar, guvalyk bermeysizlar, yo'qaysizlar. Çokum şunu deydiğim her bir Uygur'a amal ba işte mening şu gibimni anglap qalsanglar, anglagan bu muhacirat qarindoshlar biz u yoqdagilarni qutqizib kelish uchun bizning qila oladigan ishimiz bütün dunyoga bildirishimizga Xitoyning bu atbashirini, Xitoyning yog'anchiligini, Xitoyning bu zulmini, Xitoy yog'anchi, Xitoyning yog'anchiligi, voyay deb tushundigisiz yog'anchi. To'g'ri deysiz. Faqat bu hammani deb bo'lolmasaqmi, ichimizda qanchalik qaynab turayotganini biz o'zimiz bilamiz. Bütün dünyani aldashga urinyapti hozir mana bu ko'zinglar ko'ryapti. Ya'ni numussizlarcha yana men uyalmay turib menda o'tkazmayman, olimpik o'tkazgan odam men degan shuni layoqatlik deyapti o'zini. Qandoq layoqatlik u? Qandoq mush mazrida masalan kichkina ishni siz boy boshlamada sizni bir deb kichkina ishni qilmadi u. Hozir bu chet elda turayotgan qanchalar insonlar bor, bolalari aba, onalarini tutib turibdi. Qanchalar yetim bolalar chet elda turibdi, onalari 2 yosh, 3 yosh kelib qolgan bolalar hozir 7-8 yoshga kelib bo'ldi. 3dan 4dan bolalar borlarning onalari hozir turmada lagerdan chiqargan bo'lsin, avatmay pasportni bermay qo'lga tutib turayotganlar bor. Qanchalar odamning dadalari u yoqda, onalari bu yoqda, qanchalar qarindoshlarimiz vaydiga ovozni anglayolmay yashayapmiz. Mesela Xitoy yaxshi hukumat, karamat hukumat bo'lsa, shuni qilmamdi, shuni qilolmayapti hozir. Shuni men bo'ldi, gap qilgin, u qarindoshim. Men mush yaqinda mush Amerikada bir qizni ko'rdim. Men bir do'konga kirib qolganman, qiz bilan mushta do'qirish qilib, men bosh turk qizmiki deb o'ylab qoldim. Men shunday chiroyli yog'lan chiqib olgan qizga. Yo, qasam Uyg'urcha gaplayapti. Siz Uyg'urman desam, "Ha, men Uyg'ur adam, men uljuliq" deganki. Uyay, to'g'ri siz vatandan kelganman, qachon deb aytdim. 7 yil bo'libdi, o'qish munosabatidan kelib bilmayman endi. O'zining jinini o'zi beqib, bu do'konda ishlab, turkning do'konida ishlayotgan qizga. Endi degan ichim sel 16 yoshida kelibdi. Bichar qiz 16 yoshida kelib, misha tirishib jinni beqibdi. 7 yil bo'libdi, ota-onasining ovozini anglamabdi. O'ylab beqinglar, 16 yosh degan bir sabiy bola. Hozir necha keldi shu chaqda 7 yildan yoq o'qiz bir 22 keldimi, qancha keldi hisoblamayman men. Mesela 16 yaşındaki 23 kiripti. Yıllık biçar kızga qarab diyen içim diyen sirket. Net yıllar bo'ldi, ata-onasining ovozini anglab bakmaptı. Nimega içine işlik oylab yaqinlar. Mush holatda yashayapmiz biz. Shundoq bir gunohkor, shundoq bir nima juda o'tkazayapmiz biz. Xitoy hukumatining mushunchalar zulm qildik biz. Xitoy hukumatiga nima bo'ldik? Vatanimizni berib qo'ygan gunohimiz bor. Bütün boylig'imizni, ana bütün qarindoshlarimizni o'ldirib birdan yo'q qilib turmaga qamab, ana shundoq o'tanda ashundoq bizning esil qashdoshlarimizni paydalanib bütün ishkirlarda hozir qashdosh bir hayron qilmay biz qashdoshi bir men inim qashdosh savdosi qilgan bir uyning ichini bütün qashdosh bilan qoplab olgan bir Xitoy bor ekan. Bütün uyda hatto qachilari tamoq ichadigan qachilari qashdoshga. Bizning Uyg'urlarimiz shu rohatni ko'rib boqmadi o'tdi. Hech kim qaysi Uyg'ur ashunchalar Xitoy ko'ryapti rohatni bizning ash xotinning qashdishlarini olib uylarini bütün qashdishi bilan qoplab olgan. U qashdishi bo'lganda marmar deydi. Rasmiy qashdishining eng esligi. Biz hozir bir uyimizga bunday bir ko'chalarda setayotgan necha so'mlik qashdishini elib o'choq boshlarimiz qo'ysa qo'shib ketib boramiz. Ular qanday qo'ydi? Uylarini qoplab, bütün karvatlarini, bütün ichidan qachlari tutadigan narsalarni marmar qashdishidan qilgan Xitoylar bor. İşkirlerde hayran qilgan ashuni anglab ben. Mana mushundaq bizning boylig'imizni aytaq paydalanib turib, yana bizga nimaga shunday zulm qilayotgani hayron. Shuni nimishkim bir mingisi bor Uyg'ur tushunmaydi deyman. Yanlar tepkish turibmanlar. To'g'ri deysiz Tursun xonim, haqiqatan yani naydi muhim bir chaqiriqda bo'ldingiz. Yani bu gap inshaalloh buning quloq solgan nurg'un xalqimiz chiqib deb umid qilamiz inshaalloh. Ko'p rahmat, vaqtimizmi bugungi vaqtimizmi to'shib qoldi. Mishada oxirlashtirsak inshaalloh buning davomini yana qilishimiz kerak bo'ldi. Bugun planlangan narsa tugamadi inshaalloh.
aldığımızdaki sonda yana davamlaştırsak bunun ahirini nəhayət bək mühim çağırıqlı buldunuz. Yani Xitay hazırgacha şu bugün bir xabarda gördüm Çinjuanggo degan jillat vatanimizning janubida ziyoratda bo'lib, yana bu qo'shmoq tuqqan siyosatni kuchaytirish to'g'risida nurg'un yo'l yo'riqlarni berib, bildirlab qilganligi haqida xabar ko'rdim. Yani Xitoy hali ham butun dunyoning shunchalar besimlariga qaramasdan bu nejisligini eng shiddat bilan eng yuqori shaklda edib beryapti hamda. Yani bunun kendin avıp qalamiki, buğulamiki, insaf kep qalamiki, bu işler tüyep gitamiki deb ümit qılıbatqan biçara nurg'unlagan xalqimiz var yani chet-elda. Sizning ağzınızda bu nida nayeti güzel bir shunday qılıbatqanlarga bu ham xiyolni qilmasligi to'g'riliq nayeti güzel chaqiriqda bo'ldingiz. Bevosita buni yashagan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan hakikaten qat'iy aldanmasligimiz kerak bu Xitoyninki bu hiylagarligiga. Ya başqa xiyolda bo'lmasligimiz kerak yani. Allaburun ish o'zininki nimasidan normal doirasidan allaburun chiqib ketganda yillar bo'lib ketdi qadrli ko'rmanlarimiz. Bundan ibrat alayli, atrofimizga qarayli. Xitoyning qanday bir nejis maxluq ekanligini bilayli, tonuyli bu Xitoyni. Bu guvohliklar bu türkümlep yani yığıp getiş gerek ameliyatı yani hazır. Bu cinayetler Xitoy to'xtatib her günü Beyjan'da Ürümçi'de axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirib, chet eldagilarning hammasini tuqqanlarini aytib, biz unda qilmadik, yashatyapmiz deb digizsimi to'xtab qolmaslik kerak shu anda. Bu bechora xalqimizning holini ko'rdik hali. Ta 2019-yilda Tursunay xonim bütün vatanimizden Kucha, Aksu, Xotangiç bağan bu arlıqıldaki ahval öylep bakaydı. Onun deyin kimi nurg'unlagan ko'rdik, mesela YouTube'da Xitoy sayohatchilarning berib bu qanday bir bu xuddi xarabiylik yani hiçbir insan yok bu. Hatta Xitoyning o'zlari YouTuberlashni deydi. Bu insan mı yok bu hamma darvoza bu şu insan yashaydigan yer emasmi bu degan shu videolarni ko'rdik, dunyo ko'rdi. Bevosita Tursunay xonim berib ko'ribdi ekanman. U bu yerda odam. Qag'inda shunda hech qanday odam yo'q. Odamzot yo'q bir. Qag'in nakitdi u insonlar. O xalqimiz nakitdi. Shu urug' tuqqanlarimiz nakitdi. Xitoy shu lagerlarga, turmalarga solimiz. Yani bunda sükut tutmaylı, bu sükutimizni buzaylı. Köplep her xil vasitlar bilan Xitoyning jinoyatini oshkorlaydi qadrli ko'rmalarimiz. Bu chaqiriq bilan başqa gapingiz bo'lmasa Tursunay xonim mishada oxirlashtiramdik. Rahmat, men shu sal necha bo'ldi men olmashda bir guvohlikka og'rib qolmashdi. Hakikaten belki zor bir sizga nəhayət təsvir eşəm. Mən şunu intayın bir ən təs proqramlarının birisi müşahidə şu meyli lagerə kirib çıxanlar bolsun yoki şundaq guvohlik berib atqanlarning dərd ələmlərini anlaş insanı hakikaten tün ruhi cəhətdən tügəşdirib ekan insan nəhayət bir xil təsvirliksiz bir keyfiyyətə əkəb qoydu amma lekin bunu deyishga məcburmiz. Oturuq qo'yishgan Xitoy yapılanmayotgan bu jinoyatni aytishga majburmiz. Shuning uchun buningga mayli guvohlik beruvchilar bo'lsin yoki bizlar bo'lsin buningga chidab oturuq qo'yishimiz kerak deb qarayman. Sizdan boshqa gap bo'lsa anglasa uni ekan. Men shu oxirida hammalarga rahmat. O'sha ekranda ko'rayotgan har bir qarindishimga yanımda deydiganim shu. Herkes bunu tutup qolmayli, o yoqda qarindoshlarimizni zulmdan qutqizish uchun bir og'iz bo'lsin ovozinglar bilan tilib qo'shinglar. Bir og'iz bo'lsin ashlar uchun ovozinglarni chiqaringlar. Mening deydiganim ular zulmda har bir tamoq yeyotgan vaqtlaringlarda, har bir yaxshi mishallar hayot, erkin dunyoda yashayotgan vaqtinglarda, erkin dunyoning qanday bo'lganini mana his qilgansizlar balki men his qildim, qilgansizlar yuragimni bir nima taplaydi. Nemishga erkin dunyo degan hajab bir xil adam his qilolmaydigan bir narsa. Chunki uni bizning hech qanday qarindoshlarimiz his qilolmay yuribdi o'shaqda. Shularni bir erkin dunyoning qandaligini bilmay dunyodan o'tib ketgan bizning qarindoshlarimiz bor u yoqda. Ota-onalarimiz bo'lsin, bilmaydigan umrni bilmay o'tib ketdi. Biz keldik, ko'rdik, shunaqa erkin dunyoni cho'qim
bizlar emas çoxum bu qarindoshlarimizni aştaq erkin düğüne haq chiqish uchun kichkina bo'lsinmi vijdonimiz bilan o'tirib o'ylab boqaylik. Çoxum ularni qutqizishimiz kerak. To'g'ri. Bizmi bir odamdek yashashimiz kerak deb o'ylayman. Deydiganim shu. Hammalarga rahmat. Ko'pdan ko'p Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 65-sonimiz mushada oxirlashdi. Vaqt e'tibori bilan. Haqiqatan oxirgi chaqiriqni takror qilaman. Bo'libmi o'tgan soatdagi shu Tursunay xonim bilan o'tkazgan shu 63-sonimiz, 63-son. Şunun oxirida 12-yanın 25-kuni Tursunay xonim lagerdan chiqqan vaqtidagi shu kamerdaşları, etrafındaki qizlar bo'lsin, onlarimiz bo'lsin, shu ayollarniki qaysi darajadagi qandaq arzu umid bilan qaysi holatda, qaysi bir ruhiy holatda qolib qolganligini, hammasininki umidining sirti qolib qolgan, chet elga chiqib ketadigan degan xuddi Tursunay xonimga qaysi ko'z bilan qaraganligini shuni bir takror ko'raylik. Har qanday inson vatanimizdagi har bir xalqimizning, lagerdagi har bir kishilarimizningki, urug' tuqqanlarimizningki chet eldagilardan qanday umid kutadiganligini, bizning sukut qilishimizni xohlamaydi ular. Bizning gapimizni qiladigan insonlar bormidi deganni orzu qildi hamda. Buni o'ylashimiz kerak, ya'ni shu manzilni Tursunay xonim lagerdan chiqayotgan vaqtidagi manzilni turmaning ichidagi, lagerning ichida qolib qolgan manzilni Tursunay xonimning o'z og'zidan anglasak, har qanday odam sukut turmaydi hamda. Ayadagi xalqimiz chet eldagilardan uni kutyapti, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bu shaklda buni o'ylagan shaklda muomala qilaylik. Hargiz bizning sukutimizga ehtiyoj yo'q vatandagilarningki. Dal aksiga o'tirg'i chiqishimiz, ularningki tatiyotganlarini o'tirg'i qo'yishimiz, Xitoyning jinoyatini oshkorlashimizga ehtiyoj bor. Rabbim ömür bersa oldimizdagi sonda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.